va albatta bu brokoli. Brokolini ham qanaqa qilasiz, Dona opa? Mini грудкani bulyonda pishiraman. Там рис, там горошек, черный перец. 2 минуты. Больше 2 минуты нельзя. 2 minut pishiradilar. Keyin menga beradilar. Dona opa bizani povurimiz bo'ladilar uyda va menga har kuni o'sha o'zimga kerak bo'lgan PP ovqatlarimdan qilib beradilar. Вот, ketganimda ham bokslarga qo'yib qo'yadilar. Olib ketaman. Ush beradilar. Ondan oldin ovqat yeyishingiz kerak. Kech qolamiz. Qaqa kech qolamiz. Zavtrak qilishimiz kerak vaqtida, obed qilishimiz kerak vaqtida, ujin qilishimiz kerak vaqtida, Kofe ichishimiz kerak vaqtida. Kofe ichishim kerak amerikani vaqtida. Eng ko'p beriladigan savol. Munisa opa, qanaqa oziz, nima qilasiz, nima yeysiz? Ukol qilasizmi? Munjara qilasizmi, zempi qilasizmi? Bunaqa narsalarni men qilmayman, chunki menga mumkin emas. Menda autoimmun tiroidit bor. Bunaqa bunaqa autoimmunka bilan umuman bunaqa narsalar qilish mumkin emas. Shuning uchun albatta правильное питание. Mana qizlar, lavash, zelень, kukuruza, kuritsa. Shunaqa qilmanda maza qilib yeyman. Ertalab. Undan keyin Vigantol 10 ta kapla. Chunki jigarim yaxshi emas. ALTASda yaxshi chiqmadi. Mana sizlarga mening nonushtam deydimi? Shunaqa deydimi? Zavtrakim.